Hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Yana men chiqdim. Mana qo'ylar, mana yem beradigan payti bo'lib qoldi. Qaraydigan payti. Bu vohani hisori qo'ylari. Mana bular. Mana uni qarang. Mana shoxlik qo'yni qarang. Mana qarang. Bu ustalar 93 kilo chiqdi. Bir hafta oldin, hozir qancha bo'lib qoldi. Mana qo'ylar endi hozir yem berish payti bo'lib qoldi. O'rinlaridan turdi. Mana ular urug'liq. Mana hisori urug'liq, onalar arashar urug'liq. Mana bular yotibdi mana. Bular yotibdi, bular bo'lsa mana kutyapti. Bular ham yotibdi mana. Maza qilib yotibdi. Qo'y yeb yotsa keyin nima bo'ladi-da? Semiradi aytoladi. Xo'sh, endi biz bunda kelishib, o'g'lim bilan kelishib, endi sotadigan payt bo'ldi deb o'yladik-da, qo'ylarni sotamiz. Urug'liqqa sotamiz. Kilosini kelishamiz, 100 mingdan oshiq bo'ladi-da kilosida urug'liqqa. Bitta urug'likni $1000 sotishyapti. Men arzonroq oldim, endi to'paganman. Endi uni nima bo'lgan bilan naryoqda to'pni ichida qoralar kelgan, to'pni ichida unaqa kichkinalar ham kelganda. Ana shuning uchun 120 sotsak kerak mana urug'liq qo'ylar mana urug'liq arashan. Hozir ikkichiligida endi tish buzishdi, endi buzishmoqchi. Agar bu tish buzgandan keyin avgustga olib boradigan bo'lsam, bittasi bo'lib ketar ekan, ancha bo'lib ketar ekan. $1,500, $2,000 deyishyapti, $1,200 deyishyapti. Biz unchalik emas, yengilroq qilib sotaveramiz. Mana shuning uchun men o'g'limning nomerini qoldiraman. O'g'lim bilan gaplashaverasizlar, o'g'lim orqali menga chiqasizlar. O'g'limning nomeri 99 097 08 04 Bobirjon. Mana bildinglar. Men nimaga ham tepasiga ham nomerni qo'yib qo'yaman. Ammo tashqariga mana shu qo'ylarga qora qigizyapman. Xaridorlar kelishdi boshlaydi, biz qurollikka ham sotamiz ana shu hisori qo'ylardan. Urug'maslardi. Mashaqqa olib chiqib qo'yaveramiz, keyin xaridorlar mashitdan ko'rib, yaxshiroq ko'rib olishaveradi degan niyatda bu yerda mashina qildik. Bo'pti, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hayır.